Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Bugungi darsimiz demak raqamli savodxonlik va kodlash asoslari mavzusida bugun gaplashamiz. Hop, kodlash nima? Demak, kodlash ma'lumotlarni yoki axborotlarni bir ko'rinishdan ikkinchi ko'rinishga o'tkazish. Demak, bu kodlash. Demak, kodlashni hozir turlari ko'p. Bularni hammasini ko'rib o'tamiz. Kodlash. Demak, kodlashda belgiga mos qo'yilgan kod uzunligi turlicha bo'lsa, demak bu notekis kodlash usuli. Belgiga mos qo'yilgan kod uzunligi bir xil bo'lsa, demak bu tekis kodlash usuli deyiladi ekan. Demak, ikki xilni ko'rdik: notekis va tekis kodlash. Axborotlarni kodlash insoniyat tomonidan faqat amallar bajarish qulay bo'lish uchun emas, balki axborotni sir saqlash uchun ham qo'llanilgan. Kodlashning bu ko'rinishi shifrlash deb ataladi. Shifrlangan axborotlar birlamchi ko'rinishga o'tkazish deshifrlash deb ataladi. Demak, ma'lumotlarni kodlasak, ya'ni e, biror ko'rinishga o'tkazsak, demak shifrlash, uni qaytarib o'z navbatida o'tkazib qo'yish, demak deshifrlash deb ataladi ekan. Demak, kodlashda belgiga mos qo'yilgan kod uzunligi turlicha bo'lsa, notekis kodlash usuli. Belgiga mos qo'yilgan bo'lsa, kod uzunligi bilan bir xil bo'lsa, tekis kodlash usuli deyiladi ekan. Axborot kodlash insoniyat tomonidan faqat amallar bajarish qulay bo'lishi uchun emas, balki axborotdan sir saqlash uchun ham ishlatilgan ekan. Demak, qadimda axborotni kodlashni kodlarni shuni bir qator ko'rib o'tamiz. Hayotda axborotlarni kodlashning ko'pdan ko'p usullari mavjud. Birinchi kodlashni qo'llagan inson qadimgi Gretsiyaning sarkardasi Lisandro hisoblanadi. U axborotni maxfiy saqlash, ya'ni kodlash uchun ma'lum bir kanallik, ya'ni sistem tarixchasini o'ylab topgan. Kodlashning bu usuli o'rin almashish usuli deb ataladi ekan. Kodlashning usuli shunday ekan. Demak, sistem tarixchasi, demak matn banladi, kodlash natijasini ichib oladi. Demak, sistem tarixchasi aylantirish natijasida shuning yo'nalishi, ya'ni bunday yo'nalishlar kelib qoladi ekan. Hop, demak yana bir kodlash, qadimiy kodlash usulini ko'ramiz. Qadimda Rim imperatori Yuliy Sezar ham axborotning maxfiyligini saqlash uchun matnni kodlash usulini o'ylab topgan. Demak, Sezar buni aytilishi Sezar shifri deb ataladi ekan. Matnda harf alifbolar o'zida keyin kelgan uchinchi harfga almashtiriladi. Bunda alifbo doiraviy yozilgan hisoblanadi. Bu kodlash usuli alifboni surish usuli deb ataladi. Bu Sezar usulidan foydalanganda belgini istalgancha surish mumkin ekan. Matn bilan O'zbekiston kelajagi buyuk davlat. Sezar shifri usulida qo'llanganda, demak, Yo'rttuanning usuli o'tib qolar ekan. Demak, O harfi, demak, shifrlashda, ya'ni kodlashda ikkisi bir-biriga yaqin narsa. O bilan O, masalan, O'dan yo'lgan bo'lsak, O'ni o'zidan keyin kelgan uchinchi harfini demak suriladi. Ya'ni surish natijasida shunday ko'rinishga kelib qoladi ekan. Hop, demak, keyingisi bu ham eski kodlash usullaridan biri Morze kodlash usuli. Demak, Semyon Morze 1837-yilda elektromagnit telegraf qurilmasini ixtiro qilgan va 1838-yilda shu qurilma uchun telegraf kodini ishlab chiqqan. Unda harf va raqamlarga nuqta va tiralarning maxsus ketma-ketlik kod sifatida mos qo'yiladi, ya'ni axborot quyidagi uchta belgi yordamida kodlanadi. Uzun signal tira yordamida ifodalanadi, qisqa signal nuqta yordamida, signalsiz bo'shliq pauza bilan ifodalanadi ekan. Demak, buni ko'rib o'tishimiz mumkin. Notekis kodlash, demak, harflar Morze usulida ifodalanishi, koddagi belgilar soni. Demak, bu ham shunday narsa. Demak, bunda kodlangan shriftimiz. Tartiblangan alifbo kodlash usuli. Axborotni kodlashning yana bir eng sodda usuli tartiblangan alifbo usuli bo'lib, unda alifbodagi harflarni ularning tartibini ko'rsatuvchi sonlar bilan kodlashdan iborat bo'ladi. Demak, ingliz alifbosidan olgan bo'lsak, ABCD, demak, harfi, ya'ni harfi birda tursa, demak, axborot degan so'zimiz ni o'rniga 1 va 1 o'rniga 2 qo'yish bilan iborat bo'lar ekan.
Bundan ko'rinib turibdiki, tartiblangan alifbosida har bir harfdagi ikkita belgidan iborat kod mos qo'ygan. Masalan, Eee, bugun havo issiq. Demak, B harfimiz, demak, 0,2 bordan keyin, demak, 0,2. U harfimiz, demak, U harfini topadigan bo'lsak, 20. 4 to'qqiz 20. Nima uchun ikkita belgi? Ya'ni, demak, e'tibor bersak, A, B, C, D bu kodlanganda, demak, 28 ta. Bu demak, o'zbek alifbosi ekan. 28. Demak, ikki xil alif bo'lgani uchun bularni ham 1 dan emas, 0 dan boshlagan. D kodlashda o'ziga qaytib kelish uchun shunday qilingan ekan. Hop. Aralashtirilgan alifbo kodlash usuli, demak, aralashtirilgan alifbo usuli, aralashtirilgan alifbo usuli deyiladi. Havo issiqligi haqidagi yuqoridagi matn ushbu usulda quyidagi ko'rinishda oladigan. Demak, bu demak jadvalimiz, e, bu demak kodlangan shriftimiz. Bunda mazkur axborotni yuqoridan keltirilgan jadvaldagi ma'lumotlar bilmasdan turib dekodlash juda murakkab ish ekanligini ko'rish qiyin emas. Demak, har xil yozilgan. Demak, bu key, ya'ni kaliti bo'lmasa, demak, buni dekodlash e, imkoni yo'q. Demak, dekodlash imkoniyati yo'q ekan. Demak, yana bir narsa aytib o'tadigan bo'lsak, e, e, mavzumizga taalluqli bo'lgan yana bir narsa aytib o'tadigan bo'lsak, dasturlash va algoritmik fikrlash bo'yicha kelish tushunchalar. Demak, dasturlash nima? Dasturlash demak, bu hozirgi hayotimizda eng muhim sohalardan biri bo'lib, dasturlash kundalik hayotimizdagi har bir faoliyatimizni, ya'ni yaxshiroq, ya'ni osonroq yo'lga o'tish uchun, demak, raqamli axborotlardan foydalanish bilan demak, ishimiz protsessimizni yanada tezlashtiradigan bir dasturiy vositalar yaratib, osonlashtiradigan vositalar qilsak bo'ladi. Demak, bu dasturlash deb atalgan. E'tibor uchun rahmat katta.